Yozda her günü bir 2-3 marta yuvmasak bo'lmaydi, lekin yuvinish natijasida derilarimiz qurisham yuzaga kelishi mumkin. Shikastlangan derilarni ham qaytadan diklab beradigan Bioderma firmasına tegishli bo'lgan gellarni ko'rsatib o'taman. Birinchi variantini yosh bolalardan tortib to kattalargacha tavsiya etamiz. Nechun desa, hammaga birdek mos tushadi. Derimizni yumshatadi, namlantiradi va taranglikni ham yo'qotib beradi. Ikkinchi variantimiz esa yog'li va aknega moyil derilar uchun mos tushadi. Ya'ni ko'pchilik odamlarning orqalarında, bo'yinlarında qora nuqtalar, yog'lar ko'payib ketadi. Shuni ham yo'qotib beradi va derini chuqur tozalaydi. Deringizni yumshoq, mayin etib turadi va yog' muvozanatini ham normallashtirib turadi. Uchinchi variant esa aknega va har xil allergik toshmalarga moyil bo'lgan yoki bo'lmasam davolanishdan keyingi derilarni qurib ketganidan yordam beradi. Tarkibida omega 6 va 9 kislotalari bo'lib, sizning deringizni oziqlantirib beradi va shuning natijasida sizning deringizni darrov tinchlantirib beradi.